qotillik Yangiyerda bo'lgan. Adashmasam u qaytdi. O'lim vaqti tungi soat 11lar atrofida bo'lgan. Alohida belgilari qo'llarini ikkala kafti birlashtirib og'ziga tutilgan va 200 lik muhr urilgan. O'zingiz shug'ullanasizmi demoqchi edim. Jinoyatda har bir detal muhim. Bironta jinoyat benuqson o'tmaydi. Hammasiga o'zim aybdorman. Bo'yningizga nima qildi? Jinoyatchi doim bir narsani tashlab ketadi, yo'q o'zi bilan olib ketadi. Ozgina sabr qiling.